Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Sizlarga ajoyib bir avtomobil ko'rsatmoqchiman. Mana Xitoy Maybach bu. Buni internetda ko'rgan edim, lekin mana haqiqiy o'sha trigini shu yerda ko'rish nasib qildi. Mana Avenue Motors'daman. Mana ajoyib ishlangan bu. Menga to'g'risi yoqdi. Mana Maestro S800 zo'r bu, qaranglar. Qalpaqqa o'xshaydi, lekin bu disk o'zi asli. Ichini ko'rsataman desam, endi tonirovka qilingan. Mana bu yoqdan ko'rsatib qo'yaman. Ozgina bo'lsa. Mana. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Yana bitta modelni ko'rsataman. Mana Mi Xiaomi bu. Yer. Mana. Juda tez yuradi bu. O'sha 10 ta eng 100 km/soatga yuradigan mashinalarning ichida bu bor. O'sha даже 5 taliga ham kirgan bu. Mana. Xiaomi U7 Max. YU7 Max. Keyin yana bitta avtomobilni ko'rsatmoqchiman. U ham zo'r. Zikr X9. Mana hozir ko'rsataman buni. Bahaybat bu ham mana. Mana juda bahaybat. Buni ham yoni tonirovka qilingan ekan, qani. Ozgina ko'rsa bo'ladi ichini mana. Mana 9X ekan, uzr. X9 emas, 9X. Mana bu ham zikr. Ikkinchi manimcha даже bilmayman, to'g'risi zikrga ham o'xshamayapti. G'ob payti adashib ketilyapti. Emblemalari ba'zisi bir-biriga o'xshab ketyapti xitoyliklarning. Bu endi BYD. Bu BYD salonlarda ko'rsa bo'ladi bularni. Keyin bu yoqda yana buni ko'rdik. Endi kelinglar, yana bitta Li'ni rangini ko'rsatib qo'ying. Li 7. Mana ajoyib Li 7ni ko'ringlar. Rangini. Buni salonini ko'rsak bo'lar ekan, tonirovka qilinmagan ekan. Endi buni ko'pchilik o'sha ko'rgan ko'chalarda ko'p yuribdi bu. Mana yana ommalashib borayotgan Denza mashinasi mana. Bahaybat bu ham katta. Bir-biridan go'zal avtomobillar Avenue Motors'ga kelinglar, xarid qilinglar. Mo'ljal qilib ketinglar. Ajoyib. Obuna bo'linglar, like bosinglar, kanalni kuzatishda davom etinglar.
efirlarni tomosha qilib boringlar. Hammaga rahmat.